Assalomu alaykum. Hurmatli Doktor Umarov kanali kuzatuvchilari, ya'ni sizlar bilan yana men Doktor Umarov. Allergiyani davosini topdim degan videodan keyin juda ko'p murojaatlar ancha ko'paydi, savollar ancha ko'paydi, e'tirozlar ayniqsa juda ham ko'paydi. Bitta mashinnikka o'xshab ham qoldik ba'zida. Endi oldingi videolarda ham aytib o'tganmiz, erkin ijodkormiz, ya'ni qilamiz. Allohga ma'qul kelib qolgan bo'lsak, Alloh qaysidir bir qilig'imizni, qaysidir bir xarakterimizni yoqtirib qolgan bo'lsa, o'sha dilni beradi. Har bir insonga Alloh taolo qandaydir bir muammo berayotgan paytda o'sha muammoni yechimini o'sha insonga bergan bo'ladi. Masalan, meni allergik oilada dunyoga keldim deb berganman. Bitta video berganmiz, u to'g'risida ham aytilgan. Shuni oqibatida aynan bizga aynan shuni javobini berdi-da. Endi 100% to'liq bandasida bo'lmaydi. Ya'ni bandasi uni to'liq tagiga yeta olmaydi hammasini. Lekin qilayotgan davomimizda ichida juda ham ko'p o'sha natija o'ta yuqori bo'lganligi uchun biz buni davosini topdik deb ayta olyapmiz xolos. Astag'firulloh. Davosini eng chuquri, eng anig'i bu Allohning o'zidan, hammasidan. Endi yuqorida mana bu berilgan videoda, mana ekraningizda ko'rinadi. Shu videoda allergiya qayerdan paydo bo'ladi degan video qilganmiz, berganmiz. Buni 2 marta berdik. Ikkinchisida yana ham bo'li emotsionalniy holat qilib berganmiz oxirgisida. Shuni bir qator ko'rib chiqsangiz, allergiya qayerdan paydo bo'ladi degan savolga javob topasiz. Endi undan hol 1 oyda, 2 oyda, 3 oyda yoki ma'lum bir vaqt ichida qutulib keta olasiz, ya'ni allergiyadan. Biz davolash muddatini qo'yamiz 3 oydan 2 yilgacha deb. Chunki oxirgi kuzatuvlarim natijasida maksimum 2 yilgacha bemorlarim bu holatdan chiqib ketdi. Bu holatdan chiqib ketdi. Chiqib ketyapti ham. Faqat oxirigacha kurashganlarda bo'lyapti-da bu. Endi buni mana o'sha allergiya qayerdan paydo bo'ladi degan videoni undan keyingi nimalari. Endi mana paydo bo'lishini o'rganib chiqdik. Undan keyin men yana videolarda berganman. O'sha teri orqali tushib turgan allergiya miqdorini qanday qilib kamaytirsak bo'ladi. Buni videosini berganman. Lekin prosmotri kam. Chunki odamlarga tayyor bitta tabletka berishing kerak yoki bitta dori berishing kerak-da, shu bilan qutulish kerak bu. Shu momentalniy qutulish kerak-da. Shu darajada sabrlimiz-da. Xo'p, havo orqali tushayotgan allergenni miqdorini qanday qilib pasaytiramiz, qanday qilib kamaytiramiz? Bu to'g'risida ham alohida video berilgan. Buni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Qarasangiz topasiz buni ham. Xo'p, keyin ruhiyat, insonni ruhiyati orqali tanamizga qanchalik darajada allergen tushadi, buni ham ko'rsatilgan. Endi tanamizdagi sezuvchanlik, ya'ni begona allergenlarga nisbatan tanamizdagi sezuvchanlikni oshib ketishini asosiy sababi o'sha tanamizga tusha turgan allergenlar o'zi aslida. Birinchi o'rinda davolashni boshlash uchun shularda tanamizga tushishini kamaytirishimiz kerak. Birinchi qiladigan ishimiz shu bo'lish kerak. Buni videolarda ko'rsatganman, aytganman. Alohida nima uchun to'liq hammasini bitta videoda berib bo'lmaydi? Nimaga? Juda ham ko'p, uzoq. Mana shu yerda o'zida bo'lmadi deganda 1,5-2 soat bu narsani gapirishim kerak. O'shaning uchun bo'lib berilgan. Akademik Norbekov ustozimiz kitoblarini o'qiganlar biladi. Butun kitobning ichidagi sirsini oldi, kitobning ichiga chachib tashlashganda, qandaydir shu insondan bir o'rnak oldimmi? Ustozning mana shu qiliqlari menga ham yoqdi-da. Menga ham o'shaning uchun videolarga tarqatib qo'yganmiz shu narsani. Endi davolash uslubi bo'yicha davolanish muddati 3 oyga. 3 oydan 2 yilgacha. Birinchi tavsiya 3 oyga beriladi. Shuning ichida 4 kundan 7 kungacha limfotrop uslubda ukol qilaman. Bu nima uchun? Bu infeksiya bilan kurashish uchun. Allergiyada infeksiya nima qiladi degan savol ham berishadi. Allergiyada infeksiya bo'ladi o'zi aslida. Chunki bu allergiya bilan shamollash infeksion jarayon, ya'ni
o'sha mikroblar bo'lgan jarayon bir-biri bilan egizak tegib, ularni ajratib bo'lmaydi. Nima uchun u paytda isitma berilmayapti bo'lmasa degan savol ham berishingiz mumkin. U paytda inson o'sha allergiyasi bor insonda immunitet past bo'lganligi sababli tana kurashmayotgan bo'ladi. Shuning uchun bu nimada infeksiyaga tana oshiqcha qo'zg'alish bermayapti. Faqat shamollashlarning belgilarini ko'rsatib beryapti xolos, lekin asosiy isitma bermayapti. Lekin biz baribir o'sha qo'zg'atuvchi bilan, ya'ni infeksiya bilan kurashishimiz kerak va shart. Mana bu bitta shartlaridan biri. Endi nima uchun 3 oyga beryapsiz? Nimani? Nima uchun 3 oyga beryapsiz? Har 3 oyda nima uchun ko'ryapsiz degan savol ham bo'lishi mumkin. Bu savolga ham javob. Chunki biz tabiiy uslubdan, tabiiy yo'ldan ketyapmiz. Tanani o'zini o'zi tozalash funksiyasidan, ya'ni o'zini o'zi tozalash nimasidan, imkoniyatidan foydalangan holatda unga tozalanishiga yordam beryapmiz. Tozalanish uchun hammada har xil muddat, kimdir tanasi ko'proq zararlangan, kirlangan, yana kimdir tanasi ozroq zararlangan. O'sha ozroq zararlanganlarda nimasi kuni birinchi 3 oyda tuzalib yo'q bo'ladi. Ko'proq zararlangan, tana ko'proq kirlangan, ya'ni sezuvchanligi oshib ketganlardiki uzoqroq muddatda bo'ladi. Endi buning ichida yana u insonning ixlosiga bog'liq. Ixlos bo'lmasa bo'lmaydi. Yana ana shuning uchun nima? Endi tabiiy preparatlar asosiy qismi nimadan iborat? Bu biz berib turgan preparatlarning ichi asosiy, men umumiy qilib aytaman, tanani tozalashga asoslangan bo'ladi. Восстановление, ya'ni qayta tiklanishi uchun berilayotgan bo'ladi tana tozalangandan keyin. Tozalanish masalasida, ya'ni tanani tozalash masalasida ikki og'izdan qisqagina gap. Tanamiz hujayradan iborat. To'qimalarimiz hammasi hujayradan iborat. Hujayra to'g'risidagi darslikni biz 5-sinfda o'qiganmiz. Rasmigacha chizganmiz. Uni tarkibi nimadan iboratligini ham o'shanda o'rganganmiz. Uning uchun doktor bo'lish shart emas hujayra to'g'risida fikr bilishdi. Hujayrani ichida suyuqlikning ichida har xil moddalar bo'ladi. Yillar davomida shu hujayrani ichiga og'ir metal tuzlari, har xil zaharli moddalar to'planib, yig'ilib borib, hujayrani ichi to'ladi. Unga tashqaridan hech qanaqa har qanaqa bir vitamin bersangiz ham, mineral bersangiz ham, imенно biz uchun foydali bo'lgan narsani bersangiz ham, hujayrani ichi to'la turganligi uchun uning ichiga kirmaydi. Shu sababli siz bergan vitaminlar hammasi vaqtincha nomigagina natija berib chiqib ketaveradi. Eng avvalo ishni boshlash, tozalashdan boshlash kerak. Tana keyin o'zini o'zi qayta tiklaydi. Xohlang ochlik qiling, xohlang biz uslubga kelib bizdan foydalanib keting. Ya'ni bu biz berayotgan tavsiyamiz tanani tozalashga va qayta tiklanishga asoslangan. Buning uchun vaqt kerak. O'sha vaqt davomida albatta siz natijaga erishasiz. Uning uchun sabr bilan ketish kerak. Sabr bo'lmasa bo'lmaydi. Endi kelaturgan bemorlar mana ko'proq shubha gumon bilan kelishi mumkin. Borda endi bu ko'p narsa bo'ladi. Shubha gumon iymondan ayirar degan. Bu hadis. Iymon nima? Allohning borligini hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamda Allohning rasuli ekanligini tasdiqlash. Ana shu narsani agar gumon qilsangiz ayrilib qolasiz. Ya'ni iymondan chiqib ketib qolasiz. Bu narsani biz nimaga asoslanib turib gapiryapman? O'sha anaqaga asoslanib. Nimaga? Shifo Allohdan. Alloh beradi shifoni. Endi shifo berishiga gumon qilayotgan bo'lsangiz, mana shu gumoningizni o'zi yaxshi emas. Shuning uchun astag'firullohni aytib qo'yamiz. Astag'firulloh. Mabodo noto'g'ri gapirgan bo'lsam, Allohdan albatta o'zim ham kechirim so'rayman, tavba qilaman, lekin fikrim ana shunday. Birinchi o'rinda ishonch, Alloh dard berguvchi, shifo berguvchi ham o'zi deb harakat qilgan inson birinchi o'rinda shifo topadi. Shubha gumon qilgan odam shifo topmaydi. Sabab Allohni shifo berishiga gumon qilib qo'yapti. O'shaning uchun bo'lmaydi. Shuning uchun e'tiborli bo'lasiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib, podpiska bo'lishni unutmang.
kimlarga yuborib qo'yishni ham o'zingiz yaxshi bilasiz. Sizlar bilan mana anchadan beri muloqotdamiz. Ko'p tavsiyalarimiz ma'qul kelyapti. Juda ko'pchilik podpiskalar bosyapti. Bu xalq uchun foyda. Ko'pchilik ko'radi, haqiqatni ham eshitadi, biladi. Biz haq yo'ldaligimizga ishonamiz. Sog' bo'ling.